Asli buning vatani kitobda bir Quvvatjon degan bir ukamizni firmasidan 3 oylik buzoqligida olganmiz. Aha. Bu uning 13-oydan o'tib, hozir 14-oyga qadam qo'yyapti bu. Ha. 14. Bu Shvedning tozasi, German Shved. Shved bo'lsa ham mana laylak bo'lib ketadigan emas, qo'rri nima bo'lib ketadigan emas, 50 Shveddan. Zotga nimaga zo'r Shved. Arqalarini ham ko'rsating. Shvedning arqalari. Shvedning tozasi. Menimcha shu bo'lsa kerak, bundan ortiq Shved bo'lmasa kerak. Bunda jonimiz. Biz bir hobbiga olib beramiz-da buni. Sotmoqchi emasmiz, o'zi sotamiz, bir kimdir foydalansin demoqchi. Biz boqib beramiz.